Endi banklar kichik va o'rta biznes rivojida faqat kreditor emas, balki maslahatchi hamkor sifatida ham faol ishtirok etmoqda. Prezidentimiz topshirig'iga binoan bank mutasaddilari joylarga chiqib, tadbirkorlarning muammolarini o'rgangan holda ularga amaliy yechimlar taklif etmoqda. Hamkasblarimiz ushbu jarayonni Sanoat qurilish bank va mikrokredit bank faoliyati misolida o'rgandi. Kechagina kichik va o'rta biznes sifatida ish boshlagan korxonalar bugun hududlarning yirik iqtisodiy quvvatiga aylanib boryapti. Xuddi Samarqand shahridagi Asia Metal Prof qo'shma korxonasi singari. Muhtaram Prezidentimizning ko'p farmonlari, bizga kuch-quvvat berganlari natijasida biz o'sha 3 gektar yerdan 102 gektar yerga mana hozirga qadar korxonani kengaytirib va 9 ta loyihani amalga oshirdik. To'g'risi, o'sha paytlar shunaqa bir korxona qilish tasavvurimizda ham yo'q edi. Oxirgi yillarda biz o'sha metallistlarni nafaqat MDH mamlakatlarga, Yevropa mamlakatlariga ham eksport qilishga muyassar bo'ldik. Bu esa bu O'zbekistonni biznesiga qancha mana shunaqa bir imtiyozlar, qo'llab-quvvatlanganligi, mana shularda hammasi mevasi mana shuni deb o'ylayman. Tadbirkorlik faoliyatining kengayishi qulay biznes muhiti, uning barqaror o'sishi esa moliyaviy hamkorlik bilan bog'liq. Ya'ni bank xizmatlari qanchalik qulay bo'lsa, biznes rivoji shunchalik tezlashadi. Bugun mamlakatimiz tijorat banklari ana shu zamonaviy talablarga moslashmoqda. Sanoat qurilish bank SQB biznes ilovasi, to'lovlar, hisob-kitoblar, mablag'lar harakati nazorati yagona platformada. Endi tadbirkorning eng qimmat kapitali vaqt va resurs bank eshigida navbat kutishga emas, biznesni yanada rivojlantirishga sarflanadi. Raqamli yechimlar bugun moliyaviy xizmatlarni qulay masofaviy boshqaruvga o'zgartirayotgan bo'lsa, muammodan yechimga tamoyili bank va biznes o'rtasidagi hamkorlikni yaqinlashtirmoqda. Bank xodimlari har bir mijoz bilan manzilli ishlayapti. Biznesga to'siq bo'layotgan muammolar joyiga chiqqan holda o'rganilmoqda. Eng muhimi, tadbirkorning murojaati o'z vaqtida tez va qulay yechim topyapti. Oldinlari to'g'risi bank bilan juda ham og'ir edi. Ya'ni mijozlarni borib, ko'rib, nima muammolari, nima kamchiliklari, u biznesni rivojlantirishga qandaydir hissamni qo'shaymi degan ideologiyamiz yo'q. Mana oxirgi shu 5 yil, 6 yil ichida bank bilan bog'liq juda katta bir islohot paydo bo'ldiki, bank sohadagi xodimlar bevosita aloqada bo'lib, nima kamchiliklaringiz bor, nima yordam beradi, biznes uchun pul yetarlimi, yetmaydimi degan bir muzokaralar olib borilyapti hozirgi kunda. Men o'ylaymanki, mana shunaqa bank biznes uchun doimiy ravishda aloqada bo'lsa, o'sha bizneslar rivojlanishiga sabab bo'ladi. 2021-yildan beri biz mana shunaqa bir faoliyat qilayotgan bo'lsak, Sanoat qurilish banki bilan ishlaymiz. Har doim mana shu bank vakillari keladi, muammolarni biz o'tirib muhokama qilamiz. Viloyatda bo'ladigan yechimlarni viloyatda yechiladi. Respublikada bo'ladigan bo'lsa, respublikaga ham bular yetkazib, o'z vaqtida yechib berishyapti. Bank mas'ullari Asia Metal Prof korxonasi faoliyatini o'rganishdi. Ishlab chiqarish quvvatlari va istiqbolli loyihalar bilan tanishildi. Muloqot davomida korxonada yangi turdagi mahsulot ishlab chiqarish imkoniyati muhokama qilinib, ushbu loyihani amalga oshirish bo'yicha moliyaviy ko'mak ko'rsatishga kelishib olindi. Hozir bitta loyihamiz bor. Metall disklariga qo'shiladigan kimyoviy ferrat splav degan kimyoviy bir qo'shimcha. O'shalarni biz ishlab chiqarish loyihasini biz taqdimotini qildik. Agar biz shu loyihani amalga oshirsak, ham o'zimiz uchun yetarli bo'ladi va O'zbekiston iqtisodi uchun ham biz ta'minlab berishimizga imkoniyat yaratiladi. Davlatimiz rahbari tomonidan tijorat banklari oldiga tadbirkorlarni faqat moliyalashtirish emas, balki ularni keyingi rivojlanish bosqichlarida doimiy qo'llab-quvvatlash vazifasi qo'yilgan. Bu borada Sanoat qurilish bank tomonidan amaliy ishlar olib borilmoqda. Bank mutaxassislari tomonidan tadbirkorlar bilan bevosita joylarga chiqqan holda uchrashib, ishlab chiqarish jarayoni, eksport salohiyati va mavjud imkoniyatlar o'rganilmoqda. Bugun bankimizning yirik hamkorlaridan biri Asia Metal Prof MCC qo'shma korxonasi faoliyatini o'rganish uchun keldik. O'rganishlar jarayonida korxonada yangi ishlab chiqarish liniyasi ishga tushirish uchun qo'shimcha moliyaviy qo'llab-quvvatlash zarurligi ma'lum bo'ldi. Bankimiz tomonidan ushbu loyihani qo'llab-quvvatlab, yangi ishlab chiqarish liniyasini tashkil etish uchun moliyaviy yordam ko'rsatishga kelishib oldik. Sanoat qurilish bank jamoasi muammodan yechimga tamoyiliga asoslangan biznesni qo'llab-quvvatlash tashabbusida faol. Eng muhimi, bu harakatlar bank boshqaruvidagi har bir tizim faoliyatida aks etyapti. Albatta, amaliy natijalar bilan.
Mikrokredit bank ko'magida Narpay tumanida ham bir qator istiqbolli loyihalar hayotga tatbiq etilyapti. Jumladan, Oqoltin mahallasi hududida faoliyat olib borayotgan Narpay Invest mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, quritish va qadoqlash loyihasi uchun 3 milliard 900 million so'm kredit mablag'i ajratildi. Mazkur loyiha tufayli mahalladagi ishsiz va kam ta'minlangan oilalarning 35 nafar a'zosi doimiy ish o'rniga ega bo'ldi. Kelgusida esa yana 100 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda Narpay Invest korxonasiga Mikrokredit bank tomonidan qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish uchun 3 million dollar kredit ajratib berdik. Bu kredit mablag'lariga ishchi o'rinlarni yaratdi. Hozirgi kunda Narpay tumanimizda 19 ta mahalla berkitilgan. 19 ta mahallaga 5 ta mahalla bankirlari berkitilgan. 5 ta mahalla bankirlaridan tashqari 19 ta mahalla agentlari bor. Hozirgi kunda shu 19 ta mahallaga kredit ajratib, ishsizlarni ish bilan ta'minlab, aholini bandligini ta'minlash maqsadida xizmat ko'rsatib kelyapmiz. Hududda amalga oshirilayotgan yana bir loyiha qurilish materiallari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Mahalliy tadbirkor tomonidan blok ish hamda quduq halqalarini tayyorlash faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Ayni paytda sex maydonida zarur texnologiyalarni o'rnatish va so'nggi tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Tumanda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, tomorqadan unumli foydalanish va issiqxona xo'jaligini kengaytirish borasida ham samarali natijalarga erishilmoqda. Mahallamizda 847 ta xonadondan 800 tasida issiqxona mavjud bo'lib, shundan 250 ta xonadon limonchilik bilan shug'ullanib kelmoqda. Bir daraxtidan 50 kilogacha hosil berib, hozirgi kunda bozordagi qiymati 60 ming, 70 minggacha 1 kilosi sotilyapti. Daromadi yaxshi, serhosil. 10 sotiklik issiqxonadan bir yilda 200 million, 250 milliongacha daromad olib kelmoqda. Mahallamiz hududidagi Narpay Invest imchijidagi issiqxonada ham 3 gektarlik yer maydonda limon ekilgan bo'lib, yiliga 1 milliard 1,5 milliardgacha daromad olib kelmoqda. Oqoltin mahallasidagi ishsiz fuqarolarimizni bandligini ta'minlab, kelgusida Oqoltin mahallamizdagi 100 nafar ishsiz fuqaromizni ish bilan band qilish rejalashtirib oldimizga maqsad qilib olganmiz. Jumladan Asliddin Yo'ldoshev bankdan ajratilgan 35 million so'mlik imtiyozli kredit mablag'i evaziga o'z tomorqasidan zamonaviy issiqxona tashkil etdi. Ayni paytda bu yerda bodring yetishtirilib, xonadonning 2 nafar a'zosi doimiy band qilingan. Mirishkorning ta'kidlashicha, kuniga o'rtacha 300-400 kilogramgacha hosil olinib, ichki bozorga chiqarilmoqda. Bu esa oilaga yiliga 70-80 million so'm atrofida sof daromad keltirmoqda. Mikrokredit bankidan 35 million miqdorida kredit olgandim. Mana shu issiqxona tashkil etib, hozirgi kunda yiliga 60-70 million daromad qilaman shu 6 sutlik issiqxonadan. Hozirgi kunda kunoshi bodring o'zaman. Bir kunda 300 kilo, 350 kilo hosil olaman bodringdan. E'tiborlisi, chekka hududlarda hayotga tatbiq etilayotgan bunday loyihalar nafaqat yangi ish o'rinlari yaratish, balki aholi farovonligini oshirish, tadbirkorlik muhitini yaxshilash hamda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim poydevor bo'lmoqda.